Xayrli kun YouTube. Korotkий video. Katalizator haqida qisqacha proverkasi aniqrog'i. Birinchi navbatda katalizator haqida to'xtalib o'taman, gapirib o'taman qisqacha. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Injektor mashinalari barchasida chiqish kollektoridan keyin katalizator qo'yiladi. Vazifasi ekologiya uchun, ya'ni chiqayotgan o'sha chiqish gazini qayta ishlab o'sha birmuncha tozalab chiqaradi qanchadir foiz. Ya'ni ifloslashni qanchadir foizga oldini oladi. Mana o'sha narsa, mana Spark avtomobilida mana hozir qanchalik ko'rinyapti. Mana kollektordan keyin, chiqish kollektoridan keyin sirazi qo'yilgan mana bu yerda. Ba'zi mashinalarda tag qismidan ko'rinadi. Sparkda mana bu yerda joylashgan. Hozir buni asli yechib olib tekshirsa ham bo'ladi. Men to'g'risini aytsam erindim. Ko'p vaqt ketadi. Yana birmuncha murakkab yechish. Men tekshirish oson yo'li mana hozir men bu yerda datchik bo'ladi. Datchik kisloroda deyiladi. O'sha katalizatorni proverka qilib turadigan. Umuman chiqish gazini proverka qiladigan. Shuni olib tashladim, mana 22 volt bilan bo'sh edi. Mana e'tibor bering, mana bu yerda turibdi. Bu chiqish gazini aytayotgandek proverka qiladi. Xo'sh, endi men shu yerdan tekshirdim. Mana e'tibor bering, ichida mana bu blokning ichida mana bu yerda dumaloq blok. Shuni ichida qanchalik ko'rinyapti? Mayda teshikchalar bo'ladi, 4 burchak, kvadrat. Bu juda mayda, yinaning uchi sig'adi, bitta yina sig'adigan darajada mayda. Mana ko'rinyapti, e'tibor bering, menimcha. Hammasi hozir bu mashinada hammasi joyida. Hech qanday erigan yoki kuygan yeri yo'q, katakchalari joy-joyida turibdi. Mana ko'rinarli menimcha hammasi. Agar o'sha katalizator charchagan bo'lsa, bu yer erigan ko'rinadi. Hozir mana bu katakchalar qisman ko'rinyapti videoda ham. Mayda e'tibor bering. O'zining ishlash o'sha odatiy normal holatida erimagan, hech qanday erish yo'q. Men yaxshilab ichini kuzatdim bu yerdan. Endi ko'p mashinalarda buni yechib olib o'sha proverka qilinadi. Bu hozir bu mashinada shart emas ekan, chunki mana bu yerdan tekshirsa bo'ladi, osonroq yo'li. Sparkda bemalol воздушный sistema yechiladi, mana bu yerda gofra bir qismi. Yechib olib tashlasa, bu yerda keyin bo'shatishga yo'l ochiladi. Birmuncha murakkab bu datchikni bo'shatib olish ham, chunki juda mustahkam qotiriladi. Xo'sh, hozir bu mashinada shu aytib o'tganimdek joy-joyida hammasi. Hech qanday muammo yo'q katalizatorda. Vazifasi o'sha ekologiyaga yordam berish qismini, o'sha tozalash gazni, chiqish gazini. Videoda ko'rinyapti, juda yaxshi ko'rinyapti. Xo'sh, agar bu katalizator ishdan chiqsa, o'sha erib ketadi, ko'proq erib, maydalanib ketishi mumkin, sinadi. Bunday vaziyatda o'sha chiqish gaziga xalaqit beradi. Ya'ni kerakli darajada tezlik bilan chiqib keta olmaydi o'sha chiqish gazi, ishlangan gaz. Bu yerda to'planib qoladi, давление yuzaga keladi. Buning natijasida dvigatel mashina dam bo'lib qoladi, расход oshadi. O't olishda ham muammolar bo'lishi mumkin. Asosan bu qiziganda qandaydir nosozlik yuz beradi dvigatelda. O'sha birinchi navbatda dam bo'lishi, расходning oshib ketishi. O'sha injektor dvigatellarda hozir o'sha datchik keyin tabloga signal yuboradi, ya'ni cheski injiniya orqali. Buni bo'lib bir margat qiladi, buni o'sha nosozlikni bu yerdan xabar beradi tabloga. Ichkarida salondan bilish mumkin, cheski injiniyani hammamiz bilamiz. Buni kompyuter diagnostikasi orqali ham bilish mumkin, shu orqali. O'sha kompyuterga diagnostikaga tushirib, mana bunday yechib olib, ko'rib ham proverkadan o'tkazish mumkin. Hech qanday bir murakkab joyi yo'q. Mana bu mashinada aytib o'tganimdek joy-joyida hammasi. Bo'ldi, shu bilan videoni yakunlayman, yana ko'rishamiz.